Gruppaga o'tiribmiz hammamiz. Yana yillarga yana shuna o'tirishga hammamizga nasib qilsin. G'alati ekan bu tog'oyaniga mana bu. Hozir boshidan oxirgacha olib maza qildim o'zim. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hop, bugun nechinchi mart? 3-martmi? 4-mart aka. 4-mart 2026-yil mana yomg'ir rosa yog'di. Yomg'irni o'tkazib ko'chaga chiqdik. Ko'chaga chiqib, mana shu qiz kabob yegilar kelib qopti. Mana uyimiz oldida qo'shni somsa sotadi. Somsa sotishda yirtib yuboradi savdo. Zo'r sotadi. Honetda kunduzi sotgan yo'q edi. Ro'zmat aka 2 kunmi bo'ldi, 2 kundan beri endi kunduzi ham sotishyapti. Asli shu iftorlikka yaqin, iftorlikdan 1 soat oldin ochib turishdi. Endi shunaqa kunduzi ham ochishyapti. Hey! Chiq chekkaga uni qaranglar. Ana bo'lmasa. Bala shunaqa ekanda. Hop, mana o'zim dono qizni nimasini toqvaga olganman. Mana yerda qo'shnini skuteri bor mana. Naraxi motoka. Har xil skuterlar bor. Keyin tepada ana mashinachalar ham bor. Mabodo kimga qiziq bo'lsa, o'zlari olib keladi, birinchi qo'l birovdan olmaydi bular. O'zlarini mahsuloti. Bu o'ziniki birinchi qo'l degandan keyin narxi boshqalarga nisbatan nima bo'ladi? Arzonroq bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Katta Ganjiravon mahallasi. Osham qilibdilar. Osham bo'pti bugun. Yaxshi. Dono qizim kabob yegisi kelib qopti. Biz alhamdulillah ro'za tutganmiz. Mana tomonda mana Murod market bor. Rahmatli Murod akam bo'lishar edi. Shu Murod akamni ismlariga moslab Murod market deb qo'yilgan. Mana bu yerda mana shu tolda orqasida. Ha, bu bizning mahalla Katta Ganjiravon. Murod marketi yonida nima bor? Fast food bor, metab bor. Bu yerda svetofor bor. Sveti o'chgan, shuning uchun hozir ishlamayapti. Birovlar reklama bo'lib qolayotganda. Mana Islomxon Sattaroj, o'zimizning Sattaroj, ko'yni toza bala. Uyimiz oldida soy o'tgan. Mana buni nomi, hey, chekkaga. Oqtepa soy degan nom bilan ataladi. Oqtepa soy, mana tollar kurtga otib qopti. Ey qiz, tushib ketib qolma. Bu yerda qassobxona ochiladi bir, hozir ishlagani yo'q. Hozir ichkarida amakilar o'tiribdi. Shu amakilarni ham esdalikka, agar achchig'i kelmasa, amakilarni ham esdalikka videoga olib qo'yamiz.
iya ana tarbiya. Gruppaga o'tiribmiz hammamiz. Mana 3-4 ta ulpanlar, aka-ukalar. Xudoga shukr. Shu gaplashib o'tiribmiz shu yerda. Vaqt o'tkazishgani. Ana bularni ham umri uzoq bo'lsin, hammasi bola chaqasini duosini ko'rsin. Yana yillarga yana shuna o'tirishga hammamizga nasib qilsin. Xatorimizdan xato bo'lmaylik. Yomonni ko'zidan, nazaridan saqlasin. Joni jonimiz sog' bo'lsin hammamizni. Ramazon bilan tabriklab Hammalarini tabriklayman. Ramazon bilan. Joni jonlaring sog' bo'lsin hammalaringni. G'alati ekan bu tog' qo'yganiga. Xo'p, demak, yana yomg'ir yog'ishni boshladi. Hozir ob-havoga kirdim. 14-mart kuni ham qattiq sovuq bo'ladi, deyapti. Undan avvalga isib ketadi, deyapti. Xudo xohlasa. Endi Allohning aytgani bo'ladi. Bu ob-havo ma'lumoti deylar. Eng yolg'onchi ma'lumot shu nima deylar o'zi? Ob-havo deylar. Yomg'ir yaxshi, baribir. Kabob yeb oldilar, yarimta. Bitta butun yeya olmadilar. To'yib qoldilar. Amakimlarni esdalikka olib qo'ydim. Yaxshi odamlar. Dadam ham ular bilan o'z skameyada o'tirib turishardi, gaplashib. Dono qizim oyog'i ho'l bo'pti. Suvlarni ezganiga. Dolasa havo issa, mana shu yerda mana gazvada sotamiz, marojna sotamiz. Dolasa tollari mana ko'pga chiqarib bor. Bu qaqa ketyapti ekan endi. Bu juda erka to'yda, boqisini erka to'yi edi. Rahmatli boqisini. Kimi ota-onasi tirik bo'lsa, tirikligida xizmatini qilib to'yib olsin. Gapirgan gaplarini gapirib olsin. Keyin olamdan o'tgandan keyin alam qilar ekan. Ayamga nima desam deya olaman. Hazili aralash, chin qilib ayamga botinaveraman, gapimni gapira olaman. Lekin dadamga gapira olmas edik. Sharzod ham shunaqa dedi, opam. Dadamga gapira olmasdik-da, videoga ham ola olmasdik. Qandaydir otani o'rni, otani so'roni bo'lar ekan deb baribir. Shuning uchun tirik bo'lsa, tirikliklarida xizmatlarini qilib, gapirgan gaplarini gapirib, duolarini olinglar. Arashi. Qo'shni. Yomg'ir ham ko'rinyapti.
Xudo. Ha, Muhammadjon kasal bo'lib qolgan. 3-4 kun ukol yozib berdi doktor, X-rayga borib ukol oldi, yaxshi bo'lib qoladi, uydanlari yo'qolib. Keyin yana uyga kelgan, uyda yurib, o'sha havo aldab qo'ydi baribir. Jinday sovuqlik qildi. Ana bo'lmasa. Shiltasini chiqardi. Yana yutali qaytalanib qoldi. Endi hozir Muhammadjon bilan ayasi X-rayda kecha tashlab kelganman. Xolasa bugun bordim, yaxshi bo'lib qoldi. Ertaga ham yotsa, ertadan keyin menimcha javob bersa kerak. Ha? Ketdingmi uyga? Sovqatib ketdim. Nima qo'l bo'ldi u? Ha? Nima bo'ldi? Nimaga qo'l bo'ldi? Ha, shiltang chiqib ketibdi-yu. Yur, svet kelgandir. Svet kelgan bo'lsa, video montaj qilib qo'yamiz. Anchadan beri video qo'yganimiz yo'q kanalga. Kadr yo'q deysizlar. Mana kadr. O'tamizmi endi uyga? Sovqatdingizmi? Svet kelibdi. Ke, yur, ichkariga. Mening bolaligimsan. Uni stalbalar yangi qo'yildi. Ana. Kanishna qo'l bo'ladi keyin. Ana. Otasi bilan yursa, shunday yuradi. Xohlaganidek yuradi. Onasi bilan yursa, onasi bilan bunday yura olmaydi. Hey! Hozir qo'shnini somsalarini olib qo'yaman. Tomchi somsalar, tomchi. Sen bolaligimsan. Ana. Kısa reklama bu. Gazvada bilan maroshnaniki. Ana shu videoni olib, hozir boshidan oxirgacha olib maza qildim o'zim. Kim ko'rib turgan bo'lsa ham o'zimga yoqdi shu videoni olishim. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Fikrlaringni yozinglar. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.